Boshqa harakat qatnashchilarini erkin harakatlanishga qasddan to'sqinlik qilish bu yo'l bezorilik hisoblanadi. Assalomu alaykum. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda boshqa harakat qatnashchilarining erkin harakatlanishga qasddan to'sqinlik qilib, yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan hurmatsizlikda ifodalangan xatti-harakatlarni namoyishkorona sodir etganlik holati tarqaldi. Mazkur qoidabuzarlik holati yuzasidan yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, transport vositasi hamda haydovchi aniqlandi. Hurmatli haydovchi, boshqa harakat qatnashchilarining erkin harakatlanishga qasddan to'sqinlik qilish bu qo'pol qoidabuzarlik ekanligini bilarmidingiz? Buni bilmasdim. Yay xodimlari kelib tushuntirishlari olib borgandan keyin hammasini bildim. Qoidabuzarligim bo'yicha qonuniy chora ko'rildi. Boshqa haydovchilarga yo'l qoidalariga amal qilib yurishini maslahat